Assalomu alaykum parrandash qo'zlari. Bugun 29-mart, hatta kuniga shanba 2025-yil. Biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuy parranda bozoridan video qilamiz. Kanalda yangilar obuna bo'lib, videoga like bosib ketishni unutmanglar. Videolarni boshladik. Yaponkamiz 100 ming so'm kam bor ekan. Xo'rozlarimiz 120 ming so'm, makellar ham 120 ming so'mdan kam bor ekan. Tuxumlayaptimi makellar? Makellar tuxumda ekan. Nariga oq tovuqlar nech puldan? 25 ta. Dakanchi 800 ming kam. Dakanimiz 800 ming so'm kam bor ekan. Yekuz ming so'm kami bor ekan dakanlar. O'rdak nech pul o'rdak? 100 ming kam. O'rdagimiz 100 ming so'm kam bor ekan. Makellarimiz 100 ming so'mdan kam bor ekan. Xo'roz ham shunaqamidi? 100 ming so'mmidi? Xo'rozimiz ham 100 ming so'm ekan. Mana makiyanimiz 150 ming so'm kam bor ekan mana. Makiyam tuxumda ekan. Qora shozada makiyan. Bular zot qanaqa edi? Bentammi? Bentammi, просто yaponlar. Bularimiz 100 ming so'mdan kam bor ekan. Bu yompatlar 150 ming so'mdan kam bor ekan. Bularni nech puldan jo'jalar? Bular 100 mingdan. Bitta xo'roz ikkita makiyon. Nech kunlik bo'ldi bular? Bular 2 oylikdan o'tib qoldi. Jo'jalar ekan. Bularchi? Bular 10 kunlikdan o'tgan 15 ming ekan. O'zimiz hashak to'g'lar-ku bular. Ha, hashak. Bu oqchi. 300 ming kam bu. Shabu. Nech puldan ekan jo'jalar? 25 ming so'mdan aka mana. Sayqovlar bor aka, shapaloqlar bo'lsin deganlar. Nech kunlik bo'ldi endi bu? 1 oylik aka. 1 oylik. Hammasi sayqovlar aka. Bularchi? Makiyanimiz 150 ming, xo'rozimiz 100 ming so'm kam bor ekan. Indihchi? 300 mingdan kam, bundan aka 2 o'yin. Indihlarimiz 300 ming so'mdan kami bor ekan. Ikkalasi ham tuxumda ekan. 25 ming. Nomerda qoldirasizmi? 93lik. 93lik. Aha. 454 55 96 ga telefon qilaverasizlar. Qanaqa parranda kerak bo'lsa berishaverar ekan. G'ozlarimiz jupi 700 ming so'm kami bor ekan. Sesirkalarimiz 150 ming so'mdan kam bor ekan. Makellarimiz 130 ming so'mdan kam bor ekan. Yapon makellarimiz 150 ming so'mdan kam bor ekan. Jo'jalarimiz 1,5 ming so'mdan ekan. Bular 7 ming so'mdan ekan mana. Bular 15 ming so'mdan ekan. 15 ming.
Qorashog'da xo'rozimiz 200 ming so'm kam bor ekan. Indigimiz 500 ming so'm kam bor ekan. Dakan makiyanchi? Bu 100 ming. Dakan makiyanimiz 100 ming so'm kam bor ekan. Xo'rozlarimiz 200 ming so'm kam bor ekan mana. Makiyanimiz 150 ming so'm kami bor ekan. Makiyan tuxumda ekan mana. Jo'ja xo'rozlarimiz 75 ming so'm ekan. Jo'ja xo'rozlar. Bo'ladigan 75 ming. Tovuqlarimiz 100 ming so'mdan ekan. Xo'roz makan 100 kam bor. Xo'roz makani 100 ming so'mdan ekan. Makiyanlar tuxumlayaptimi yo? Makiyanlar tuxumda ekan. Hadi xo'roz bo'lsa bu qo'yadi sizlar makanlar. Ha, yomg'irda shuna qo'latdi endi. Bu makiyanlarimiz 120 ming so'm. Qora makiyanlarimiz. Makiyanlar tuxumda ekan. Jo'jalar nech puldan? 20 ming. Jo'jalarimiz 20 ming so'm. Beraymi tog'a? Tog'alamasın, kichkina emasmi? Men sizdan kichkina. Quyonlar-chi, quyonlar. Aytdim, oxiri shunaqa beraman. Uyda balandroq sotganman, o'zi oz qolganligi uchun. Nechta kerak? Quyonlarimiz 100 ming so'mdan kam bor ekan. Yana o'rdak jo'ja qiziqqanlarga, o'rdak jo'jaga qiziqadiganlarga 8 ming so'mdan ekan. Necha kunlik bular? 3 kunlik. 3 kunlik bo'pti mana chiqqan. Bular necha puldan bular? Jupiya? Jupi 150 ming so'm ekan. Shular. Jo'jalarimiz 3,5 ming so'mdan ekan. Bunlar 10 ming so'mdan. Necha kunlik bo'ldi bular? Bular 15 kunlik. Bo'ladimi? Ha? Qoralarimiz 15 kunlik, bular 10 kunlik bo'ldi. Ulardan donlarni asqotib Qadar bular? Ezinasan. Bular 10 ming. Bulbulimiz 500 ming so'm kam bor ekan. Erkagi. Jo'ja xo'rozlar necha pul? Xo'rozlar? Ha. Mana jo'ja tovuq. Ha. 70 ming so'm kam bor ekan xo'rozlar. Tovuq. Bu xo'rozlarimiz 100 ming so'mdan kam bor ekan. Qiraycha xo'rozlar. Chaqiryaptimi bular? Nesbilagan qorasi. 25 mingga chaqirgan jo'ja xo'rozlar. O'rdakchi o'rdak. O'rdagimizda bo'ladigani 150 ming so'm ekan. Mana jo'jalarchi? 5 ming. Sendi jo'jalarimiz 5 ming so'm ekan mana. Qoralarchi pastdagi? Qora jo'jalarimiz 25 ming so'm ekan. Jo'jalarimiz 9 ming so'm. Aka 9 mingdan bular. Ko'chi 2 ming so'm. Necha kunlik bo'ldi bular? Bular 11 kunlik aka, 11 kunlik. Bular necha puldan? Bular 7 mingdan. Bular 7 ming so'mdan ekan. Bular kichkinaroq ekan. Ha, bular kurkiga qo'shadi endi aka. Necha kunlik bo'ldi? 2 kunlik.
Bular mana 2 kunlik bo'libdi mana. Bularchi Bular Sindidan. Bular 12 kunlik bo'ldi. Narxlari 5000 so'm. 12 kunlik bo'libdi 5000 so'm mana ekanlar. Ha, menda axir 12 ming. 12 ming. O'ylayman bular. Sindi aka, Sindi. Seni nech bilan?